Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynaydigan o'yin muhimlik tomondan bizga hech qanaqangi foydasi yo'q edi, lekin Yaponiya va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida kurash ketib turgan edi. Kim chiqishi uchun agar Birlashgan Arab Amirliklari bizni yutgan taqdirda ularda imkoniyat paydo bo'lardi va shu sababli bu o'yinga bosim juda ham kuchli bo'lgan. Qaysi ma'noda? Yaponiya o'sha saralash bor jahon chempionatiga chiqish uchun o'z raqibini ortda qoldirib imkoniyat qoldirmaslik uchun meni fikrimcha mukofot puli va'da qilgan bizning o'yinchilarga. Endi men yosh edim, murabbiylar men bilan bu mavzuda gaplashishmasdi, lekin o'yindan oldin bizga ham shunaqangi agar yutkazib qo'ysalaring, qaranglar, O'zbekistonga qaytishdi shu darajada anaqa bosim bo'lgan, yosh futbolchiman, juda ham katta hayajon bilan chiqqanman. Xato qilib qo'ysam nima bo'lar ekan, xatosiz o'ynashim kerak. Shunaqa bosim bilan chiqqanman, lekin Xudoga shukr, shu o'yinda aniq eslayman, yaxshi darajada o'tkazganman shu o'yinda. Biz bu o'yinda 0-0 hisobi bilan yakunlaganmiz. Abduqahhor aka, Ma'ruf Aliyev, aniq eslayman, o'yin oxirida gol ura olmasdan bizni mukofot pulisiz qoldirishgan. Deyarli 1-1 vaziyatdan gol kiritilmagandi o'shanda. Chunki juda katta mukofot puli belgilangan edi. Bu men o'ylaymanki, o'sha O'zbekiston terma jamoasi o'ynagan paytlarimda eng yuqori mukofot puli belgilangan. Birlashgan Arab Amirliklari imkoniyatdan mahrum bo'lgan va o'sha o'yinga 3000 bilan 5000 atrofida mukofot puli berilgan. O'sha o'yinga durang o'ynaganimizga qaramasdan bizga o'shanda mukofot puli berilgan va biz o'sha o'yinda shunaqangi, endi bu bilmadim, O'zbekiston terma jamoasi tarkibi uchun har doim biz kuchli tayyorgarlik ko'rib bor jon-jahdiz bilan o'ynaysiz. Lekin balkim pulni kuchimi o'sha o'yinda bilmayman, xatosiz deyarli jamoamiz o'ynagan. Birlashgan Arab Amirliklari juda ham katta muammoga duch kelgan. Abduqahhor aka, Ma'ruf Aliyevni hozir mana ko'p eslayapmiz, chunki ham futbolchi ham inson sifatida juda ham ajoyib yigit bo'lgan. Ustozim desa ham futbolda ham ko'p meni futbol katta darajada o'ynashimga o'z hissasini qo'shgan Abduqahhor aka, Ma'ruf Aliyev. Minnatdorman, lekin o'shanda mukofot pulsiz qoldirishgan baribir. U esimdan chiqmaydi.